Ko'rib turganinglar, Minor masjid bo'ladi. Bu yoqda mana bu yoqni ko'ringlar, Malika bozor. Shuni oldida Minor River domiga kelganmiz. Savlatli, katta, chiroyli, baquvvat qurilgan 10 etajli domimizni 10-etaji plus mansardasi bilan ko'rib turibsizlar mansardani. Toza havoda mana shu tapchanda o'tirib, choy ichib, mana bu arg'imchoqlar ham qo'yib qo'yishibdi. Hamma sharoit bor. Xudo xolasa 5 ta xonasi, 3 ta sanuzellar, 2 ta holi bor. Общий 280 kvadrat metr ekan. Dokumentda 227 ekan. 53 kvadrat metr sizlarga bonusga berilyapti. Puli faqat 227 kvadrat metrga to'lanadi. Endi sizlar bilan birgalikda mana shu uyimizni ko'rib chiqamiz, aka. Pulingiz bo'lsa bosib oladigan joyi qani ketdi bo'lmasa. 2 yildan beri odam yashamaydi. O'shaning uchun sal anaqa qilmaysizlar. Xo'p, qaranglar, tashqariga oshxonaga qilib qo'yishibdi. Mana bu yoqda qozon o'chog'i, gazi, uvannisi. Endi ichkarini ko'ramiz. Uyga kirganimizda chap tarafda prixoshka bor. Shuni o'zidan bilsanglar bo'ladi. Kvartiramiz qanaqaligini. Bu yoqda mana balkon, balkondan tomosha qilib manzaralarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda oshxonamiz keladi, chiroyli qilib qo'yishgan. Barcha mebel texnika qoladi. Stullarni qaranglar, tefinilar qilib qo'yishibdi. Televizorlargacha bor oshxonada. Bu yog'imiz kattagina zal, mehmon kutadigan joy. Xo'p, bu yoqdan o'tar ekanmiz, mana bu yoqdan ikkinchi etajga chiqsangiz bo'ladi. Hozir birinchi etajni ko'rib chiqamiz. Bu yoq bolalar uchun dars qiladigan xona. Bitta ko'rsatib olishingiz mumkin. Tak, biz ungacha to'g'ri yuramiz. To'g'ri kelganimizda chap qo'lda umumiy yuvinish xonasi keladi bu yoqda. Bu yoqda bolalar uchun detskiy xona. Bu yog'imiz kattalar uchun spalniy. Barcha mebel texnika qoladi. Bu yoq mana kattalar uchun alohida yuvinish xonasi qilingan. Endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz. Holimiz bor ikkinchi etajda. Bu yoqda mana bitta kattalar uchun yotoqxona, o'zini alohida yuvinish xonasi bor bu yerda ham. Keling, yaqinroq olib keling, bu yerni qarang. Bu yerdan manzarani tomosha qilib maza qilasiz. Mana masjid ko'rinib turibdi, suv oqib turibdi. Endi bu bank, bu yoqda mana telebashna bor. Oka, menimcha lokatsiya вообще zo'r, shishalab, narxiga stoyit. Men sizlarga pastdan turib ko'rsataman domimizni, ketdi. Domimizni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va juda ham bahaybat ekan. Menga shaxsan yoqdi. Lekin pulingiz bo'lsa oladigan joyi qarang, qanaqa juda ham chiroyli emasmi? Bu yoqda turnirlar qilib qo'yishibdi. Bu yoqda bo'lsa bolalar uchun plashatka. Bolalar ham mazza qilib bemalol o'ynaydi. 24 soat ahrini qo'riqlaydi. Uy tashqarisiga, ichkarisiga kamera qo'yishgan. Bemalol uzoqda bo'lsangiz ham uyingizni kameradan ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoq tashqarisi kir-urush darvoza mana qo'riqlanadi. Bu yoq tarafda mashina qo'yishga bemalol stankalar bor. Biz bo'lsa bosib oling aka. Narxini va igna raqamini men pastda yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilib bosib olasiz.